Assalomu alaykum hurmatli kompyuter foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan biz hujjatlarni qanday qilib kitobcha shaklida chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning bir nechta usuli bor. Hozir men o'zim eng ko'p foydalangan usulni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun sahifani raqamlab olamiz. Bu majburiy emas. Men avtoraqam tushunarli bo'lish uchun avtoraqam olaman. Raqamlab olamiz mana. Hujjatni raqamlab oldik. Endi bizaga hujjatimiz hozir Word holatda. Sizlarga tavsiya qilaman chop etish oldi PDF formatga o'tkazib olishni. Ya'ni bu yerda eksport qilamiz PDF formatga. PDF formatga o'tkazmasangizlar ham bo'ladi, lekin u PDF formatga qilib olish yaxshi natija beradi. Xo'p, mana biz PDF formatga o'tkazib oldik hujjatimizni. O'tyapti. Hujjatimiz 88 sahifadan iborat. Mana shu 88 sahifadan iborat. Buni kitob shaklida chop qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz onlayn 2 PDF deb qidiradigan bo'lsak, bizga mana shu sayt platforma chiqadi. Bu saytga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng bizaga hujjatni tanlashimiz kerak. Select files, ya'ni buni bosgan holda biz kerakli hujjat tanlab olamiz. Mana bu hujjatni tanlab oldik. Open tugmachasini bosamiz. Bu yerdan kompressor, ya'ni sayt orqali ko'plab ishni bajarish mumkin. Ko'rinishlarni sozlash mumkin. Prediction qulflash mumkin. Header footer qismlarini sozlash mumkin. Layout bo'limida ham ko'rinishlarni sozlash mumkin. Bu yerdan biza booklet in order bind bookni tanlab olamiz. Mana layoutga o'tamiz va mana shuni tanlab olamiz, ya'ni kitob shaklida chop qilish. Endi mana biz tanlab oldik. Tanlab olganimizdan so'ng bu yerda bu yerlarga tegmaymiz, yuqori qismlariga. Bu chetki qismlariga millimetr belgilashingiz mumkin o'zingiz, bu ham ixtiyoriy. Keyin bu yerda printerning darajasiga qarab siz tanlab olishingiz kerak. Agarda siz printeringiz faqat bir tarafli chiqaradigan bo'lsa, mana buni tanlaymiz. Ayrim printlar teskari bo'lsa bu, lekin ko'pgina bir tarafli printerlarga mana shuni tanlashimiz kerak. Tanlaganimizdan so'ng convert degan tugmacha bor pastda, convert degan tugmachani bosamiz. Bo'ldi, bizdeki tayyor. Endi buni yuklab olishimiz kerak. Mana yuklab olinmoqda. Hujjatimiz bizga ikkita fayl qilib beradi. Ziplangan, arxivlangan holda, zip formatda, arxivlangan holatda ikkita fayl tashlab beradi. Mana arxivni ochadigan bo'lsak, bizda ikkita fayl bor. Chunki printerimiz bir taraflama chop etadi. Shuning uchun biz bir taraflama chop etgani uchun birinchi mana buni birinchi sahifani chop qilib olamiz. Keyin qog'ozni, shu chop qilingan qog'ozni teskari holda qo'ygan holda ikkinchi faylni chop qilib olamiz. Va shunda bizni kitobcha shaklidagi printerdan chop qilingan hujjatimiz tayyor bo'ladi. Endi xo'p, agarda sizda printeringiz ikki tomonlama chiqaradigan bo'lsa, siz duplicate printerni tanlashingiz kerak bo'ladi. Yo duplicate printer tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana shu ikkitasining birini. Mana shuni tanlashingiz kerak bo'ladi va convert tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, sizga bitta fayl tayyorlab beradi va printerga siz ikki taraflama chop qilishni yuborishingiz kerak. Misol uchun mana bunda print qilishni bosadigan bo'lsak, bu yerda hozir menda printer ulanmagan. Siz bemalol chop qilishingiz mumkin. Bu ikkinchi usulimizda esa printeringiz ikki taraflama chop qiladigan bo'lishi kerak. Shunda bemalol kitobcha shaklida hujjatingiz tayyor bo'ladi. Mana bu yerda
hujjat ko'rsatilgan va ikkinchisida mana teskari ko'rsatilgan. Teskari ko'rsatilgani bu hujjatning orqa tarafiga chiqadi va kitobcha shaklidagi hujjat tayyor bo'lib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Bu saytga havola video tavsifida qoldiraman. Like va kommentariyalar kutib qolaman. Rahmat.